Salom qizlar, hozir men sizlarga oddiy asos andozani yaratishni, ya'ni chizishni ko'rsataman. Bu asos andoza bilan bemalol xohlagan turdagi, trenddagi fasonlarda modellashtirib, matoga bostirib olib, bemalol uy sharoitida tik olishlaringiz mumkin. Mana hozir ketdim, men o'zimning razmerimga tayyorlayapman. Asos andozamni ko'krak aylanam meniki 100, 4 ga bo'ldim, 25 ga 1,5 santimetrga qo'shib 26,5 qilib oldinni oldim. Mana buni oldiga yozib qo'yganman. Oldi qismi meni hozir mana shu yerdagi masofa 26,5 turibdi. Mana ekan 26,5. Uzunligi esa ko'krakdan belgacha bo'lgan uzunligimni qo'ydim, ya'ni 40 santimetr. 40 turibdi. Bu oldi, orqasiga oldiga nisbatan orqani ham 1,5 santimetr kam qilib olaman. Hozir menda turibdi 24,5 turibdi. 1,5 santimetr orqani kam olaman. Oldida ko'kraklarimiz borligi sababli salgina kengroq olib bichaman. Hozir birinchi olinadigan mana bu yoqdagi razmerimiz ko'krak oralig'im, meni ko'krak oralig'im 18, 18 ga 2 ga bo'lganman, 9 santimetr chiqqan. Mana shu joydan 9 ni belgilab olib, mana aka. Mana birdan qo'yibman. 9 ni belgilab olib, to'g'ri chiziq tortganman. Ustidan chizib qo'yamiz bitta. To'g'ri chiziq tortdim. Ko'krakdan, yelkadan ko'krakkacha bo'lgan masofani belgilab, mana 25 santimetr men o'zimniki 25 dan to'g'ri chiziq tortdim. Orqasi bilan to'liq holatda chiziq tortib oldim. Endi mana shu bu yoqdagi masofani, ya'ni 25 da teng yarmini belgilaymiz. 12,5, mana 12,5 ni belgilab, shu joyga e'tibor beramiz. Ko'krak aylanamizda, mana bu yoqda ko'krak aylanamizni 2 ga bo'ldim, 50. Mana, yaxshi ko'ryapman. 50 bo'lgan, 50 da ham 10 ga bo'lganman, chiqqan javob 1 santimetr. Ya'ni mana shu joydan 1 santimetr qo'yib olishimiz kerak. Bu bitishga haqqimiz. O'sha joyda agar o'sha to'g'rilab razmerni qo'ysangiz, qomatga juda ham chiroyli turib beradi yotib. Endi biz mana shu yerda mana bu yerga yordamida 25 ni topib olamiz boyaga. 25 chizdim. Yelkadan ko'krakkacha bo'lgan masofani mana shu joydan kesib o'tish kerak. 25imiz mana. Burchak holatda 25 ni topib oldim. Va nuqta berib, meni oldi kengligim 34, 34 2 ga bo'ldim, 17. 17 dan 9 da ayiraman. 9 mana bu yoqda bor, o'shani ayiryapman. Mana bu yoqda mana 9 bor deb hisoblab, lineykani mana 9 da chiqarib, shu hozir mana bu yoqda kesib, bitishgani yopsak, bu joy yopiladi. Shuni hisobiga mana 9 da bu yoqqa lineyka bilan chiqarib, chiqqan javobim 8 bo'lgan, mana 9 da ayirganman, 17 dan 8 qolgan. Mana bu yoqqa 8 santimetr belgilab olamiz. Mana 8 santimetr qiya holatda e'tibor beringizlar, mana yerga chizyapman, qiya holatda 8 ni belgilab oldim. Mana bu yoqqa 9 ni chiqarsam, meni oldi kengligim kelib chiqyapti. Ya'ni mana 17. Oldi kengligim 2 ga bo'lsa 17 chiqqan. O'sha javob kelib chiqyapti mana bu yoqda. Endi mana buni to'g'risiga ham bitta to'g'ri nuqta qo'yib qo'yaman. Shuni to'g'risidan. Birinchi nuqta, ikkinchi nuqta, mana bu uchinchi nuqta hisoblanadi. Ko'krak aylanam to'g'ri turibdi. 2 santimetr berimga kiraman shuni to'g'risidan. Mana katta to'rtta sanaganingizda 2 santimetr bo'ladi. Mana bu yoqqa uchinchi nuqtaga ham, mana buni to'g'risidan uchinchi nuqtaga ham oldi kengligimni qo'yib olaman. Ya'ni mana bu yoqda ham 9 ni chiqaryapman. Menga 17 kerak. Oldi kengligim 2 ga bo'lsa 17 chiqqan. O'sha 17 ni topib nuqta qo'yib oldim. Va buni lineyka yordamida yelka bilan boyaga belgilagan oldi kenglik nuqtamga birlashtiryapman. Bu yog'ini esa olib kelib qo'limiz bilan qo'ltiqni chizamiz chiroyli qilib. Mana bu yerda o'zimning ko'krakkacha belgilagan masofamni pastga qaratib, ichki ko'ylaklarda foydalansangiz bo'ladi. Ko'proq 2,5 santimetrlik bitishga tayyorlab olsangiz bo'ladi. 4 santimetr qildim, 2 dan ikki tarafga. 2,5 dan qilsalaringiz ham juda chiroyli turib beradi. Mana bu yoqda bizda o'zgarmagan son, ya'ni ochiqlikda 7 santimetr belgilab olyapman. Ixtiyoriy qilib, qiyo holatda 12 ni belgilab, dumaloq shaklda chizib qo'yamiz. Bu ixtiyoriy, xohlaganingizcha ochaverasiz bu yog'ini. Mana oldim tayyor. Endi birdaniga orqani tayyorlaymiz shu joyga. Meni orqa kengligim, hozir yozaman, orqa kengligim 36 bo'lgan.